$480 arzoniga gaplashib qo'ysam nima deyapti. Uncha-munchasi qilolmagan ish qildik. Xo'p, общий komplekt mana shu turgan hamma narsasi dizaynskiy proyekt qilib qo'yishgan $1580. Siz buni $480 arzonga $1100 xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Unitasi, rakvinasi, gel soladigan idishlari, zurnoy pasta soladigan idishlari, oynasi bor. Bunaqa remenli qilib qo'yilgan. Dizaynskiy proyekt qilib boshqacha. Soqol oladiganlari bor. Xohlasangiz mana sushilka deydi, shunisi bor. Bumaga qo'yadigani, tozalagan idishi, dushovoy semistитель, mana shampun, pampon qo'yadigan narsalar bilan общий komplekt siz $1100 ga Instagram orqali kelgan insonlar uchun $1100 xarid qilasiz. Misol uchun sizga shu yoqmadi. Rakvin yoqmadi. Almashtirsangiz bo'ladi. O'zingizga yoqadiganini tanlab qo'ydirasiz. Narxi o'zgarishi mumkin. Do'konda vibr juda ko'p. Bemalol Instagram orqali kelsanglar bo'ldi. Do'konni manzili Jomin bozorda va videodagi nomer yozib qoldiraman. Aloqaga chiqib ishni hal qilinglar. Bunaqa yaxshi narsalarni hech kim sizga bunaqa arzon narxda ko'rsatmaydi.